Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar? Yana bir navbatdagi darvozamizni o'z joyiga chiroyli qilib olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, bu o'rnatgan darvozamiz bo'yicha chiroyli qilib ma'lumotni berib o'tamiz. Darvozamiz qanaqangi materiallarda yasaldi, qanaqangi kraskalar sepdik. Darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga kerakli, foydali bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamizni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Qoratepa qishlog'iga olib kelib o'rnashtirib berdik. Darvozamiz 2lik listda yasalgan aziz yurtdoshlar. Ruchnoy rabota darvozamiz hozirgi kunda juda ham bir trendda bo'lib turgan, juda ko'p darvoza bo'yicha murojaat qilyapti turgan yurtdoshlarimizga ma'qul kelib turgan darvozamizdan biri. Darvozamizning razmeri eniga 4.30, bo'yiga 3.55 razmerda bo'ldi. Asosiy qovurg'a stoykalari darvozamizni 10ga 10lik 3lik stenali brusda bo'lgan. Hurmatli yurtdoshlar, mana qovurg'a profillari 8ga 4lik, ichi 6ga 4lik, buru 7lik stenali qalin qora profillardan foydalanganmiz. Darvozamizning kraskasi mokriy asfalt svetda bo'ldi. Hurmatli yurtdoshlar, quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan foydalanganmiz va mana shu tepa qismini, pistolet qismini lazerda o'ydirib, chiroyli qilib gul o'ydirib, havo aylanishini hisobiga, albatta xonadon egalarining zakaziga qarab chiroyli qilib tayyorlangan. Darvozamiz oddiy, skromniy, juda ham bir chiroyli holatda chiqdi. Hamma joyi o'ziga bir yarashgan holatda chiroyli qilib ishlab berganmiz. Albatta bu darvozamizning 1 kvadrat metri hurmatli yurtdoshlar 900 ming so'mdan 13 million 700 ming so'mga kelib o'rnadi. Fonni qalin sifatli temir mahsulotlaridan tayyorlanganligini hisobiga 900 ming so'mdan bo'ldi. Aynan mana shu fasondagi darvozamiz materialiga qarab 3 xil 4 xil narxda yasalyapti hozirgi kunda aziz yurtdoshlar. 700 ming so'mdan 950 ming so'mgacha yasab beryapmiz. Albatta bizga aloqaga chiqsalaring, o'zimiz temir darvozalar katalogini tashlab beramiz va o'zlaringga yoqqan darvozani tanlasalaring, albatta kelishilgan holda O'zbekistonning qayeridan zakaz qilinsa, olib borib ustanovkalarini qilib beraveramiz. Mana shu zamoklari ham rossiyskiy Zuber zamoklardan qo'yilgan. Mana 5 tadan kaliti bilan chiroyli holatda qilib darvozani o'rnatganmiz. Hurmatli yurtdoshlar, albatta bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Arzon va sifatli qilib, eng muhimi aytilgan materialda 100% holatda darvozani aytilgan materialni qo'yib bitirib, chiroyli qilib zakaz qilingan manzilga olib borib ustanovkalarini qilib beramiz. Aziz yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.